Mavzu an'anaviy dasturiy ta'minotni o'zgartirish va regressiya testi. Ushbu taqdimotda an'anaviy dasturiy ta'minotni o'zgartirish jarayonida barqarorlikni saqlash va regressiya testini strategik ahamiyati tushuntiriladi. An'anaviy dasturiy ta'minot o'zgarishlar zarurati. Birinchidan, eskirish va modernizatsiya. Dasturiy ta'minot vaqt o'tishi bilan eskiradi. Bu esa yangi operatsion tizimlar, xavfsizlik protokollari va zamonaviy texnologiyalar bilan moslashish uchun doimiy yangilanishlarni talab qiladi. Eskirgan kod bazalari xavfsizlikka tahdid solishi va texnik xizmat ko'rsatishni qimmatga tushirishi mumkin. Yangi talablar va funksiyalar. Bozor talablari o'zgarishi, biznes ehtiyojlari kengayishi va raqobatchilarga yetib olish zarurati yangi funksiyalarni joriy etishni taqozo etadi. An'anaviy tizimlar yangi talablarga moslashish uchun muhim o'zgartirishlarni boshdan kechiradi. Xatoliklarni tuzatish zarurati. Har qanday dasturiy ta'minotda xatolar, ya'ni buglar mavjud bo'ladi. Ushbu xatoliklarni tuzatish, tizimning umumiy ishlashini va barqarorligini yaxshilash zarurati dastur kodiga muntazam aralashuvni talab qiladi. O'zgarishlar kiritish jarayonida mavjud funksiyalar buzilish xavfi juda yuqori bo'ladi. Masalan, katta korporatsiyalarda eski tizimlarni yangilashdagi murakkabliklar agar ehtiyotkorlik bilan yondashilmasa kutilmagan buzilishlarga olib kelishi mumkin. Endi regressiya testi nima? Bu regression testing dasturiy ta'minot yangi kod qo'shilganda, mavjud kod o'zgartirilganda yoki xatolar tuzatilgandan so'ng ushbu o'zgarishlarni dasturiy ta'minotning oldingi allaqachon ishlayotgan funksiyasini buzilmaganligini tekshirish jarayoni hisoblanadi. Asosiy maqsadlar: dasturning asosiy funksiyalari o'zgarishlardan so'ng ham avvalgidek ishlashini ta'minlash, tizim barqarorligini saqlash va yangi kutilmagan xatoliklarni paydo bo'lishini oldini olish, dasturiy ta'minotning sifat standartlariga muvofiqligini tasdiqlash. Misol, agar biz foydalanuvchi interfeysiga, ya'ni UIga kosmetik o'zgartirish kiritsak, ya'ni dizaynni o'zgartirsak, regressiya testi orqali bizning backend funksiyalari, masalan, ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni olish yoki tranzaksiyalarni amalga oshirish buzilmaganligini tekshiramiz. Regressiya testi har bir yangi versiyaning ishonchli ekanligini ta'minlaydi. Regressiya testi yangi o'zgarishlar kiritilganda, agar buzilmagan bo'lsa, tuzatma namoyilini himoya qiladi. Demak, regressiya testi nima ekanligini tushundik. Endi regressiya testining strategik muhimligi. Dasturiy ta'minot sifati regressiya testi doimiy ravishda yuqori sifatli standartlarni kafolatlaydi. Bu foydalanuvchi ishonchini oshirishga yordam beradi, chunki ular yangilangan dasturda avvalgi funksiyalar buzilmasligiga ishonch hosil qilishadi. Xarajatlarni qisqartirish. Xatoliklarni ishlab chiqarish muhitiga chiqishdan oldin, ya'ni erta aniqlash orqali tuzatish xarajatlarini sezilarli darajada kamayadi. Test bosqichida topilgan xato foydalanuvchiga yetib borgan xatoga nisbatan ancha arzonroq hisoblanadi. Agile va DevOps qo'llab-quvvatlash. Tezkor integratsiyalarni talab qiladigan Agile va DevOps jarayonlari regressiya testi doimiy integratsiya va doimiy yetkazib berish SD uchun asosiy vosita hisoblanadi. Har bir kichik o'zgarishdan so'ng darhol tekshiruv o'tkazish talab qilinadi. Regressiya testi tizimining ishonchli va prognoz qilinadigan test tarzda ishlashini ta'minlaydi. Bu esa biznes uchun katta qiymatga ega hisoblanadi. Regressiya testining turlari va strategiyalari. Regressiya testi amalga oshirishda bir nechta yondashuvlar mavjud bo'lib, loyihaning xususiyati, o'zgarishlarning tabiati va mavjud resurslarga qarab tanlanadi. To'liq qayta testlash, retest all. Bu usulda har qanday o'zgarishdan so'ng tizimning barcha mavjud test holatlari qayta bajariladi. Bu eng xavfsiz yondashuv bo'lsa-da, katta va murakkab tizimlarda juda ko'p vaqt va resurs talab qiladi. Shuning uchun amalda kam qo'llaniladi. Tanlangan regressiya testi. Bu eng keng tarqalgan va samarali usul hisoblanadi. Bunda faqatgina o'zgargan modulga bevosita bog'liq bo'lgan yoki potensial ta'sirlanishi mumkin bo'lgan qismlarga tegishli testlar to'plami tanlab olinadi. Bu vaqtni tejaydi va fokusni oshiradi. Dastlabki regressiya testi. Smoke test. Bu usulda yangi kod qo'shilgandan so'ng tizimni eng muhim va asosiy funksiyalarining ishlashini tezkor tekshirish amalga oshiriladi. Agar smoke test muvaffaqiyatsiz bo'lsa, batafsil testlarga o'tilmaydi, chunki asosiy funksionallik buzilgan hisoblanadi. An'anaviy dasturiy ta'minotni o'zgartirishda regressiya testining o'rni.
Eski funksiyalarni himoya qilish. An'anaviy tizimlar ko'pincha murakkab, bir-biriga bog'liq kodlarga ega. Kichik o'zgarishlar ham koddagi boshqa, uzoqroq joylashgan kutilmagan yon ta'sir ko'rsatishi mumkin, ya'ni xatoliklar berib qolishi mumkin. Shuning uchun regressiya testi aynan shu kutilmagan buzilishlarga qarshi himoya qatlami vazifasini o'taydi. Katta refaktorning ishlaridan keyin tizimning asosiy mantig'i saqlanishini ta'minlash. Bank tizimlarida yangi modul qo'shilganda eski pul tranzaksiyalari va hisob-kitob funksiyalarining xatolarsiz ishlashini kafolatlash. Regressiya testi orqali tizimning ishonchliligi va barqarorligi ta'minlanadi. Bu esa mijozlarning moliyaviy ma'lumotlari kabi muhim ma'lumotlar bilan ishlaydigan tizimlar uchun hayotiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Regressiya testi qanday o'tkazilishi kerak va tizimli yondashuv. Regressiya jarayoni tasodifiy bo'lmasligi kerak. U aniq rejalashtirish va tizimli amallarni talab qiladi. Chunki agar u aniq rejalashtirilmagan, tizimli bo'lmasa, demak yuqorida aytganimizdek dasturiy buzilishlarga olib kelishi mumkin. Test doirasini aniqlash. Avvalo, o'zgarishlar kiritiladigan modullar va ular bevosita va bilvosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha qismlar belgilab olinadi. Keraksiz testlarni bajarish vaqtni behuda sarflash hisoblanadi. Shuning uchun aniq fokuslanish muhim. Testlarni ustuvorlashtirish. Test holatlari muhimligi bo'yicha tartiblanadi. Ya'ni qaysi test eng muhim yoki unchalik muhim emas degandek, eng ko'p ishlatiladigan, eng muhim va eng ko'p o'zgaradigan funksiyalar, tegishli testlar birinchi o'rinda tekshiriladi. Bu resurslar cheklangan bo'lsa, eng katta xavflarni birinchi bartaraf etishga imkon beradi. Avtomatlashtirish vositalaridan foydalanish. Regressiya testining ko'p qismi takrorlanuvchi bo'lganligi sababli uni avtomatlashtirish samaradorligini oshirishning kalitidir. Mashhur vositalar Selenium, ya'ni web ilova testi, Test Complete, Keypress va G-Unit Testing NG unit testlar uchun kiradi. Natijalarni tahlil qilish va hisobot berish eng oxirgi demak bosqichimiz bu. Test yakunlangandan so'ng natijalar batafsil tahlil qilinadi. Har qanday buzilish darhol ishlab chiqaruvchiga yetkaziladi. Bu jarayonlarning shaffofligi tezkor tuzatishlarga kiritish imkonini beradi. Avtomatlashtirilgan regressiya testining afzalliklari nimada? An'anaviy tizimlar o'zgartirilganda qo'lda testlash uzoq va zerikarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun avtomatlashtirish esa jarayonni tubdan o'zgartiradi. Buning afzalliklari tezlik va takrorlanuvchanlik, inson xatosini kamaytirish, test qamrovini kengaytirish. Bular tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Regressiya testini avtomatlashtirish bu vaqt emas, balki sifatga kiritilgan investitsiya hisoblanadi. Regressiya testida duch keladigan qiyinchiliklar va ularni yengish yo'llari. Katta test to'plamlari hajmi. An'anaviy tizimlar yillar davomida to'plangan katta miqdordagi test holatlariga ega bo'lishi mumkin. Ularning barchasini doimiy bajarish samarasi hisoblanadi. Uning yechimi test to'plamini muntazam tahlil qilish, eskirgan va takroriy testlarni olib tashlash hisoblanadi. Endi bu yog'i test optimizationga o'tib ketadi. Avtomatlashtirish investitsiyalari. Undan oldin o'zgarishlarni aniqlash murakkabligi. Kod o'zgarishlari tizimining boshqa qismlari ta'sirini aniq bilish murakkab bo'lishi mumkin, ayniqsa hujjatlar eskirgan bo'lsa. Yechimi kod tahlili vositalaridan foydalanish va o'zgarishlar asosidagi ta'sir tahlilini o'tkazish hisoblanadi. Avtomatlashtirilgan investitsiyalar avtomatlashtirilgan test doirasini yaratish va uni saqlash boshlang'ich bosqichda katta vaqt va mablag' talab qiladi. Yechimi avtomatlashtirish bosqichma-bosqich joriy etish, eng muhim va ko'p ishlatiladigan funksiyalardan boshlash hisoblanadi. Testlarni yangilashdagi qiyinchiliklar. Tizimdagi tez bo'ladigan o'zgarishlar avtomatlashtirilgan testlarni doimiy yangilashni talab qiladi. Aks holda ular eskirib qoladi. Yechimi test doirasida mustahkam va o'zgarishlarga chidamli qilib loyihalash hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, barqaror dasturiy ta'minot uchun regressiya testi zarurati juda muhim hisoblanadi. Sifat kafolatining kalitidir. Asosiy xulosalar: regressiya testi yangi kodning mavjud funksionalligini buzish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. An'anaviy tizimlarda modernizatsiya qilishda regressiya testi tizim ishonchliligini saqlash uchun hayotiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Avtomatlashtirish vositalari regressiya testini tez, samarali va doimiy bajarishga imkon beradi.
Yakuniy qoida deb har bir o'zgarishdan so'ng dastur barqarorligini ta'minlash bu shunchaki yaxshi amaliyot emas, balki zamonaviy dasturiy ta'minot ishlab chiqishdagi muvaffaqiyatning ajralmas sharti hisoblanishini aytib o'tsak bo'ladi.